Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Tayyor dehqondan Volga chiqib qoldi. Tayyor pikap. Mashinamizning motorlarida ishi yo'q. 95-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda. Tayyor dehqondan akalar generalni beriladi. 3 yilga bitta qilsalaring. Bo'ldi, shu bilan nima gap so'z nima yo'q. Xo'p, mashinamizning holatini ko'ringlar. Bu videoni faqat Volga ishqibozlariga tashlab qo'yasizlar. Volga qidirib yurgan aka-ukalarimizga tashlab qo'yaverasizlar. Tayyor pikap, dokumentlar muammosi yo'q, eshigi bor. Xo'p, mashinamizning antishlari bor, taylari ishga tayyor, metallari bor, mashinamiz yurib turibdi. Xo'p, balonlari o'rta holatda, bitta balon qo'yib olasizlar. Volga ishqibozlariga tashlab qo'yinglar. O'zbekistonda tayyor ish qidirib turgan akalarimiz sizlarga bir 1,5 ming atrofida sizlarga zo'r ish qilib beramiz. Akalar, mashinamizning motori ham yaxshi. Bitta yurgizib ko'rsatib beramiz. Bitta kal ko'tayib ertalabki akalar. Akalar, mashinamizning motorida, korobkasida ishi yo'q deb aytib o'tirilyapti. Tayyor dehqondan sizga qiziq bo'lsa, xo'p, 1,5 ming oz-moz kami ham bor. Bizning nomimizdan chiqsalaring 1,5 mingdan 1-2 so'm kamini qilib beradi. Pastda nomer qoldi. Volgamiz nechta tonnagacha yuk ko'taradi degan aka-ukalarimizga mashinamiz 2 tonnaga javob beradi. Bemalol 2 tonnani qo'yib, yuklaring toshib, tirikchilaringni qilsalaring ham bo'laveradi.